Assalomu alaykum Marg'ilon kanalining ashaddiy obunachilari va bizni yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar. Hop, anchadan beri video qo'ymayotgan edik. Mana bugun aybimiz uyamiz. Bozorda ham xolagan kanallarni ham solishtirib olaverasizlar. Narx-navoga akalar qo'rqmay javob beramiz, xudo xolasa. Qo'ylar, ko'ringlar olni. Hop. Tish buzishga bor bular, tishlari oralab qolibdi. 10 oy, 11 oylik bo'lsa kerak taxminan. Dehqonni qo'ylar akalar. Qo'qilmay narx-navoga javob bugun akalar. Qo'ylarni yaxshilab ko'ringlar. Bo'ylari 75-80 taxminan doimgidek mana o'lchanimlarga. Hop, to'rbosh. Bitta qorasi bor. Triveslari ham bir 65 kilodan yon yerda. Endi plus minusi bor-ku, 65 kilodan qo'rqmay aytaveramiz. Qorasi, sarig'roq, kashtan hammasidan bor. Qo'qilmaydi xullas. Taroziga necha pul qo'yishyapti akalar? Telefonlaring mahkam shular. Hozir narxni aytsam qo'llaringdan tushib ketib qolsa hozir telefon berib turmayman menga. Narx-navosi akalar taroziga eng arzon qo'ydim degani ham bugun ko'rdim 76 ming so'm bozor olamidan chiqardi akalar. Yakka tut qolgan nimalardan ham 77 ming, 78 mingdan qo'yishyapti. Javob akalar narx-navosiga bugun. 75 mingdan qo'yuq-suyuq to'rt bosh o'zi. Bitta olaman degan, qo'ray tashab qo'yaman deganlarga qo'yib beramiz. 75 ming so'mdan qo'qilmaydi akalar narx-navosiga. Oyog'iga bo'lishi 4 million 600 mingdan dastlabkasi yo'q akalar. Dehqonni qo'ylari dastlabkamiz yo'q. 75 ming so'mdan qatta bor Marg'ilonimizda bor akalar. Bo'ldi. Buni videolar har doim bo'lavermaydi. Mana qo'ylar ko'ringlar. Qo'ray qamab qo'ydik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi akalar. Chiroyli qo'chqor qilib olaman, Qurbon hayitgacha olib boraman deganlar uchun ko'ringlar. Mana tavsiya qilib qolamiz. Hop, 4 million 600 ming oyog'iga, 75 mingdan taroziga. Dastlabkamiz yo'q akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xato kamchiliklar uchun uzr. Shunaqa qo'yoqdari yurganlarga tashab qo'yasizlar akalar. Butun blogerlarga vizib deyolmayman. Qo'ylar ko'rib qo'yaveringlar. O'zlaring uchun bilib qo'yaverasizlar.